kunda obunachilarimiz qishki kunida shuni tavsiya qilamizki, sechka deydi, bug'doyni sinig'i va arpani pishirib berish hayvonga. Pishirib berganda nima foyda qilasiz? Foyda qilishingiz pishirib berganda ham o'ziga tez singiydi, bu bir. Keyin 1 kilo yemiz 2,5 kilogacha nimasi bo'ladi? Ko'payadi. Teng baravariga ko'payadi. Demak, buni hozirgi kunda 3200-3,5 ming so'm oladigan bo'lsangiz, bu sizga 1,5 ming so'mga tushadi oziqa ham. Bir kunda bitta qo'yingiz pishgan holatida 1 kilogacha yeydi xolos. Ozroq o't yeydi. Shunda arzonroq boqishda yo'li va bu boqishda qanday qilib qo'ylarga tartibini yo'lga tushirishni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turinglar, xudo xolasa, Hoji Muhammad. Bular hali yeyishni bilmayapti. Xabar. Nimaga bunaqa qilib beryapmiz? Bir aytaymi? Buni hozir soplaydigan bo'lsak, birini yemini biri yeydi, ya'ni mazasini bilgan yeydi. Mazasini bilmagan yemaydi-da. Shuning uchun ozroq mana mashina qilib, bir 10 kun mashina qilib o'rgatib olasiz buni. Hammasi kelish kerak mana so'yganingizda. Bular onu qarang, bular buni mazasini bilarmidi, bilmaydi-da. Agar bilib olsa, keyin uchun bunaqa qilib kelsa, keyin hammasi bir xilda yeyishni boshlaganda yeyishni boshlash kerak. Tushundingizda? Hozir bunday tashab qo'yadigan bo'lsangiz, biri uni mazasini bilmaganda yemini bular yeb olib bo'kadi. Shuning uchun mana ozroq-ozroqdan tez berib turasiz. Sabab mazasini o'rgatish uchun mana. Hozirgi mana shular ertadan sizga kun bermaydi, indinga bermasangiz agar buni. O'na shu turganlar mazasini bilib olsin-da. Birinchi navbatda shunga e'tibor berish kerak. Nimaga siz ko'pchilik 40 ta qo'yni mo'ljallaydi-da, 40 ta qo'yga yem deb berib qo'yadi. Keyin bu nima bo'ladi? Uni yemini bu yeb turib bo'kadi. Bilgani? Ko'rdingizmi? Mana sekin-sekin. Ondan olinglar, obokidondan olinglar. Hammasini o'rgatib olish kerak. Oxiriga mashina qilib bir 2-3 kun berganingizdan keyin faqringizni ko'rganda o'zi uni hammasi oxiriga termilib oladi. Tushundingizmi? Mazasini bilib. Mana olib keling. Buni birinchi mazasini bildirib olasiz. Ko'p bas, ozgina mana. Bular hayron, nima yeyapti? Ko'rdingizmi? Buni sal yeyishni o'rganib olgandan keyin rejim qilib beraman men sizga. Ertaman 200 gram, kech payt 200 gram, 400 gramdan bug'doy yeydi. Lekin hozir ozroq-ozroqdan mashina qilib o'rgatib turasiz. Buni mazasini bilib olgandan keyin bu qo'ylarni ana o'sha qarang, bu qo'ra bildi mazasini. Demak, kech payt ham yo'qdi-da bu. Mazasini bilib qoldi. Lekin ular hali bilgan yo'q mazasini. Bilgandan keyin bu faqringizni ko'rsa-yu uchib kelishadi. Mana bo'kmaydi-da, shu mazasini o'rgatib olish kerak. Birinchi 10 kunlik bo'lmadi deganda 1 hafta, bo'lmasa 10 kun mazasini bildirish uchun hech bo'lmasa ozginadan bir nechadan mazasini bildirish uchun bir qilib o'rgatib turish kerak. Keyin haligi tashaganingizda yugurib keladigan bo'lsa, qo'rqmay uni buni yemini yeb qo'ymaydi, bir xil rejimini yeydi.